Biznesmen optimchi xaridorlar uchun sexga kelganmiz. Birinchi qo'l tikiladigan xalat sexga kelganmiz. Sizlar bilan birgalikda tanishib chiqamiz ish jarayonlarini. Obuna bo'lib qo'yganlar chiqadigan original narsalar, oldi qochdi narsalar emas. Aka, materiallar qanaqa sifatlisini ishlatishingiz haqida, ish jarayonlari haqida qisqacha ma'lumotlar beramiz. Bu Xitoy materialimiz. Buni o'zi yaxshi optim oladigan, yaxshi narsa sotadiganlar o'zi bitta qaraganda biladi mahsulotimizni, materiallarimiz sifatini o'zi tushunishadi. Bittada qaraganda o'zi bilislaridan, tovlanishidan keyin materialni yaxshiligini o'zi bilishadi. Ularda grammaji haqida ham anaqasi bormi? Qalin yupqa yoki sifat? Shu grammaji biz 260 grammligini ishlatamiz. Eng yaxshisi sifatlisidan tikiladi. Hozirgi kunda endi 260 o'rtacha normalmizda. Bichuv jarayonlarimiz ketadi. Ustasilarga sex jarayoni boshladi. Betga qo'yilib, betdan o'zi yetkazib beruvchi odamlarimiz bor. Bularga talab qo'yib chiqadi. Har bitta to'rala patogimiz bo'ladigan bo'lsa, to'rala patogimizga qo'yib, bitta kontakt qiluvchimiz har bitta narsani, har bitta detalni bitta tikiladi. Hali bitta odamni o'zi bitirib qo'ymaydi. Agar o'zingiz bilasiz, bu sohada o'zingiz yaxshi bilasiz, konver sohasida chiqadi. Bittada bitirib qo'ygan narsa bilan konver chiqqan narsada baribir sifat konvernikiga yetmaydi. Oldin biz ham yangi boshlagan paytlarimiz 2 kishi 3 kishi bilan tiktirardik. Shunaqa ish sifatimiz o'xshamagan, keyin konver usuliga o'tganmiz. Bular mana jarayonlarimiz. Hammasi betdagi ishchilar malakali. Imtihon qilib olamiz. Har bitta ishchini olishdan oldin o'sha bizni oilaviy tadbirkormiz. Oilada opamlar katta chevar bo'lganligi uchun tekshirib ya'ni mana shu jarayonini ham ko'rsatib o'taylik. Bichuv jarayonidan chiqqandan keyin ortiqcha tikuvdan chiqqan abloglar ham kesib chiqilar ekan. Arqa oldi. Ko'p vaqtlar tekshiriladi. Qarang, nimaga aytishi mumkin, nimaga hozir deyishi mumkin, mahsulotlar chiqarib turgan bir xil narsalar arzon-ku bozorlarimizda deyishi mumkin. Bular hammasiga oylik to'lanib sifat kirgizish uchun biz sifatga ahamiyat qaratamiz. Arzon nimaga arzon, qimmat nimaga qimmat deganda u ham oylikka ishlashadi, o'zi 40 berib turgan odam ham oylikka ishlaydi. Ya'ni har bitta detal uchun отдельный ish haqi to'lanadi. Haq to'lanadi. Keyin mana shimlari mana kichkina shim bo'lmaydi. Yaxshi shimlar nima qilamiz? Ya'ni bu tosh bosishlar, toshlarni ko'chiravering, qo'rqmaysiz. Endi tirnang, u hali videoda endi nimamizda bilinsin. Sal toshlari umuman ko'chmasa qattiq. Cho'zilsa ham, ishqalansa ham to'kiladi. Kir mashinada to'kiladimi deganlar uchun mana ya'ni bu yerda olib mahsulot olganlar tosh to'kilib ketadi, yuvilganda deydigan bo'lsalar, lekin toshini sifatliligi ham, bosilishi ham zo'r ekan ish jarayonida. Ya'ni bu xalatlar o'zida ham bor ekan mana. Endi u etga chiqqandan keyin mana yerda nimamiz bor? Har bitta narsamizni tekshirib, yaxshilab tekshirib, keyin bichuv nima qadoqlashga o'tadi. Yaxshilab tekshirib. Bu yerda nazorat qiluvchimiz, ish boshqaruvchimiz bor. Yuradi opa, bir qarab olasiz. Ish boshqaruvchimiz hamma narsani sifatiga javob beradi-da. Har bitta jarayonni, hatto ishligini bizni masalan chet elliklar bilan ko'p ishlaymiz, chet elga ko'p ish chiqaramiz. Hozir ham chet elliklar aloqaga chiqsa, asosan qayerlar bilan ishlayapsiz? Asosan hozir Qirg'iziston, Tojikiston asosiy ishlar. Tojikiston, keyin Qozog'iston. Birinchi o'rinda Qirg'iziston bilan ishlayapmiz, keyin Qozog'iston, keyin Tojikiston bilan ishlayapmiz. Asosan shu. Modelimiz chiqyapti, xudo xohlasa birinchi o'rinda. O'ta go'zal ishlar.
jarayonlari zo'r. Jarayonlar bog'larida ham maxfiy. Ish jarayonlari avjida. Modellarimiz ham. Keyin materialini bunday ushlab ko'ring. Gramaja qalinroq ekan. Bittasi emas, hammasini qilib ko'ryapman. Toshlarga sifatli gap yo'q. Ularni bozorda sotgani joylar ham bormi? Ha, bozorda ikkita joyimiz bor. Qayerda sotasiz? Qo'qon bog'cha bozori Esblok 33-do'konda bitta joyimiz bor. Esblok 58-do'konda bitta joyimiz bor. Optim donaga farq qiladimi narxlari? Sen sizni nomingizdan kelsa donachilarga ham sal yo'l qilib beramiz. Lekin optimga основной optim bilan shug'ullanamiz. Bizni nomimizdan chiqadiganlarga optimga ham donaga ham yo'lida qilib kelishtirib berishadi. Holan nazorat qilishadi, birgalikda ko'ramiz. Ular ishchilarimiz nazoratlarini o'zingiz bitta-bitta kontrol qilar ekansiz. Xatolar ham kuzatib turiladimi? Endi xatosiz ish bo'lmaydi. Ozgina xato bo'lsa qizlar joyida qaytaramiz. Ya'ni O'zlari. birak bo'lsa joyida qaytarib to'g'irlanadi xatolar. Chokingiz noto'g'ri yoki bunday deb aytamiz, razmerlari hamma joyida bo'lishi kerak, hamma Ya'ni ishlar. har bitta detaliga e'tibor berib, keyin sotuvga chiqariladi mahsulotlar. Har bitta qizni shu 2 mahal, 3 mahal aylanib ko'rib chiqamiz. Har bitta chokini tekshiramiz. Undan keyin u yoqqa o'tadi. Ya'ni ichkarida hali ko'rib o'tdik, bichuvda unda ham nazorat bor ekan, tikuvda har bitta nimada asosiy hammasini o'zingiz tekshirib olib o'tasiz. Bularni ish boshqaruvchilarning ustidan, ya'ni siz yana bir bor tekshirib o'tasiz. Men bularni ichki kontrolni men qilaman. Baribir tayyor bo'lib bitgandan keyin holatini nima bo'lmaydi. Ko'ryapsizlarmi? Arzon nimaga arzon, qimmat nimaga? Chunki sifat birinchi o'rinda. Hurmatli kuzatuvchilar, biz asobiy ishlab chiqarish jarayonini birgalikda ko'rdik. Endi tayyor mahsulotlar sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Qarang aka, mana xohlagan bitta mahsulotimizni olaylik, aytaylik. Endi mijozlarimiz aytishi mumkin-da, bu birak chiqib qolmaydimi deganlariga. Ya'ni har bitta nazoratdan o'tgan narsani isboti bilan sizlarga ko'rishlar mumkin. Birak joylari yo'q, hamma narsa choklari ham, ya'ni zamogli narsada eng asosiy e'tibor berishadigan jihati zamoglari joyida, tortilib bo'lmagan, burilib bo'lmagan. Keyin shimlarini ham bir razmerga tushadi shimlari ham. Shimlari ham, ya'ni choklarigacha hammasi razmerlari yaxshi tikilgan ekan. 50 razmerdagi mana 50 ga tushadi. Sifatni qaranglar. Choklari o'ynamagan, haqiqatda nazorat o'ta kuchli ekan. Ya'ni bu bitta bunda emas, xohlaganimizni yana bitta ochamiz. Men o'zim sug'urib beraman sizlarga. To'sib tashlab xato bo'lmas. Siz ya'ni bu modellar choklarni ko'ryapsizlar, zamogli narsani eng murakkab narsa, ya'ni stoyka yoqa. Bu ham murakkab narsa, kimdir o'xshatadi, kimdir o'xshatolmaydi. Toshlarini ko'ringlar, mana ish jarayonida ko'rdik, to'kilmadi, ya'ni ko'chirsak ham tayyor bo'lib chiqqan sifatli mahsulotlarni rezinkalari ham, qo'yilishlari, ya'ni bu yerda mahsulotni har bittasini nazoratdan olib o'tilganligi uchun sifat zo'r, narx arzon narsaga nisbatan bu yerda arzon narsa nimaga arzon, qimmat narsa nimaga qimmat? Chunki sifat eng muhimi. Olgan odam puliga og'rinmasligi uchun sifatli mahsulotni baribir tavsiya qiladi hamma. Ya'ni biz ham arzon narsani arzoniga uchgan aytishadi, arzon narsa tatimaydi. Ya'ni sifatli narsa jinday qimmatroq turadi, lekin sifati zo'r bo'ladi. Oxiri buni kiyib kimgadir sovg'a qilib yuboradigan holatda kiyib berib yuborsangiz ham, ya'ni o'zini sifatini yo'qotmaydigan narsalar shunaqa bo'ladi. Xullas do'stlar,
bularni Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan optimchilar xarid qilishlari uchun optim joyidamiz. Sizlar uchun asosiy skeletdan ishlab chiqarishdan birinchi qo'ldan ko'rsatyapmiz. Ekran ostiga telefon nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Optimchilarni, faqatgina optimchilarni aviomgacha ishlaydiganlarga arzon narxda, ya'ni bizning kanalda nomidan keladigan bo'lsalar, aloqaga chiqadigan bo'lsalar, arzon narxda chiqarib berishadi. Sifatiga biz o'zimiz kafolat beramiz.